Hop, assalomu alaykum. Prepositions, prediklar mavzusidan if harfi bilan boshlanadigan prediklarga kelib to'xtagan ekanmiz. Birinchisi, as you can see here. So like following degani, as you can see here. Following. Following nima degani? Following o'zi follow degan fe'ldan kelib chiqqan, follow, ergashmoq, ergashmoq. Hop, following degani o'sha ergashyapti degani emas bu yerda. Albatta biz prepositions, prediklar mavzusini o'tyapmiz. Bu yerdagi ma'nosi after degan ma'noda, after. Ya'ni after degan dan keyin, dan so'ng bor-ku, after. Misol uchun after a holiday va hokazo. Yoki masalan after my exams deymiz, imtihonlarimdan so'ng va hokazo. O'shanga o'xshash nima following ma'nosi after degan ma'noda. Misol uchun mana after deb yozib qo'yamiz. Sizlar tushunishinglar osonroq bo'lishi uchun. Ya'ni dan so'ng va keyin, dan so'ng keyin. Following ma'nosi. Tushunarlimi? Hop, mana misol uchun let's read out these examples given here. We had coffee following lunch. We had coffee following lunch. Hop, biz abeddan keyin, mana abedlik bor. Abeddan keyin kofe ichdik deyapti. Abedlik qilgandan keyin mana biz abeddan keyin kofe ichdik. Yani o'sha abed yegan va abeddan keyin o'sha kofe, ya'ni abedga qo'shimcha tarzda birinchi abed qilgan va abeddan keyin uni orqasidan kofe ichgan. Ya'ni o'sha following degan o'shani orqasidan deganida, o'shani orqasidan. O'sha ketini uzmasdan degan ma'noda. Hop, he couldn't work following his illness deyapti. He couldn't work following his illness. Illness degan bu kasallik degani. Demak, u kasalligidan so'ng, kasalligiga ergashgan holatda, kasalligidan so'ng, kasalligidan keyin ishlay olmadi deyapti. He couldn't work following his illness. Tushunarlimi? Hop, keyingisi for. Hop. Endi mana bu yerda aytyaptiki also conjunction. Conjunction degani o'sha bog'lovchi degani. Ya'ni o'sha for degan preposition predlogimiz conjunction, ya'ni o'sha nima bog'lovchi ham bo'lib keladi degani. Endi bu yerda forda bir qancha ma'nolari bor. Bir qancha ma'nolarda kelayotganligi uchun, bir qancha ko'p ma'nosi bo'lganligi uchun o'tgan safar aytganimizdek, ko'p misollar beryapti bu yerda. Ko'p misollar. Ko'p namunalar berib ko'rsatyapti bizga. Chunki sababi forda ma'nolari ko'p. O'shaning uchun biz aniq bittasini bu yerga yozmasdan, har bitta gap ro'parasiga, qarshisiga o'sha ma'nolarni yozib ketamiz. Demak, forni asosiy eng ko'p tarqalgan, demak eng ko'p talabalar biladigan, o'rganuvchilar biladigan ma'nosi uchun degani, uchun yoki ga degani. O'sha fordan keyin ot ishlatiladi odatda va uchun ga degan ma'noni bildiradi. Xo'p, mana this is for you, this is for you. This is for you degani bu siz uchun, bu sizga degani. Misol uchun aytaylik, bir kimgadir hadya beryapsiz. This is for you deb aytasiz, bu sizga, bu siz uchun degandek bo'ladi. Hop, keyingisi endi do you want to go for a walk? Do you want to go for a walk? Do you want to go for a walk? Nima go for a walk degani o'sha mana bu go bilan keladigan, ya'ni walk bilan keladigan iborada o'zi aslida. Walk bilan keladigan ibora. O'shadan kelib chiqqan, demak biz buni butunligicha yodlaymiz buni. Butunligicha mana go for a walk, mana go for a walk. Walk degani o'zi piyoda yurmoq degani, piyoda yurmoq. Ya'ni sayr degani ham sayr. Misol uchun yoningizda, atrofingizda park bo'ladigan bo'lsa, o'shanga aylangan chiqasiz, o'sha walk bo'ladi. Walk. Tushunarlimi? Walk. O'sha sayr. Yoki bo'lmasa shunchaki yurish. Demak, ham yurish, bu yerda ot bo'lib kelyapti, chunki oldan noaniq artikl kelyapti. Demak, bir so'zni oldan yoki noaniq artikl kelsa, demak u ot, ya'ni sanaladigan ot degan ma'noda bildiradi. Hop, go for a walk degan alohida bu birikma, bu sayrga chiqmoq degani. Sayrga chiqmoq. Hop, sayrga chiqmoq. Endi biz til bilan aytganda aylangani chiqmoq deganda. Aylangani chiqmoq. Aylangani chiqmoq degani. Tushunarlimi? Hop, bu yerda endi for albatta aylanish uchun-da, mana aylanish uchun chiqmoq. Do you want to go for a walk? Aylangani chiqishni istaysizmi deyapti. Hop. Keyingisi cigarettes. Mana cigarettes are bad for you. Cigarettes are bad for you. Cigarettes nima degani? Cigarettes. Uzr, pastdagi gap qolib ketib qolibdi. Yuqoridagi gap. Mana uni ham aytib o'taylik. Xo'sh, mana you use a corkscrew for opening bottles. You use a corkscrew for opening bottles. Xo'sh. Aytyaptiki corkscrew nima? Corkscrew degani o'sha
mana for opening bottles deyapti. Bottle degan shisha. O'sha shishalarda ba'zi bir ichimliklarni ustiga yopilgan haligi plastmassalik nimalar rezinali narsa bo'ladi-yu, qopqog'ini yelimlik, yelim bilan qilingan qopqoq bo'ladi-yu. O'shani burab ochiladigan emas, burab ochishlik uchun ishlatiladigan. O'shani corkscrew deyiladi. Ruschasiga stopper deyiladi, stopper, o'sha stopperda corkscrew deyiladi. O'sha qopqog'ining tagida bo'ladi-yu, o'sha rezina. O'shanga misol uchun uchini tiqib turib, o'ta spiral shaklida bo'ladi-yu, uchi temirdan bo'lgan bo'ladi. O'shani burab turib tiqib turib, keyin burab ochadi. O'shani corkscrew deb aytiladi. Corkscrew. Tushunarlimi? Stopper ya'ni. You use a corkscrew for opening bottles. Yani siz shishalarni, shu shisha idishlar bor. Shishalarni ochishlik uchun, butilkalarni ochishlik uchun corkscrewdan, o'sha stopperdan foydalanasiz, deyapti. Ochishlik uchun. Bu yerda nima? Mana uchun degan ma'noda kelyapti. Hop, keyingisi. Cigarettes are bad for you. Cigarettes are bad for you. Sigaretlar siz uchun yomon, siz uchun yaxshi emas. Hop, endi bu yerda sog'likka nisbatan aytilyapti. Sigaretlar demak siz uchun yaxshi emas, yomon, ya'ni yaxshi emas, albatta. Yomon deyapti. Ya'ni sog'lik uchun yomon demoqchi. Hop, endi I'm saving. Men ko'ryapsizlar, bu yerda ham uchun ma'nosida. I'm saving for a new car. I'm saving for a new car. Bu yerda ham o'sha uchunga degan ma'noda. I'm saving degani o'sha tejamoq, jamlamoq, to'plamoq. Endi bu yerda misol uchun pul ma'nosida kelyapti. Chunki gapni ko'rinishidan, oqimidan shu narsa. I'm saving, men to'playapman. Nima to'playapti? Bu pul to'playapti. Mana for a new car. Yangi mashina uchun to'playapman, deyapti. Endi nima to'playdi? Albatta pul to'playdi-da. Misol uchun odam yangi mashina sotib olish uchun boshqa narsa to'plamaydi-ku. Albatta o'sha sotib olishlik uchun pul to'playdi, to'g'rimi? Hop, I'm saving for a new car. Men yangi mashina uchun, yangi mashinaga pul to'playapman, deyapti. Pul jamg'aryapman. Hop, keyingisi. Is this the road for Rome? Is this the road for Rome? Rome degani bu Rim, Rim. Italiyadagi shahar. Is this the road for Rome? Demak, endi qaranglar. O'sha fordan keyin birorta joy keladigan bo'lsa, u ga tomon degan ma'noni bildiradi. Mana fordan keyin qaranglar. Fordan keyin plus mana place bo'ladigan bo'lsa, demak u ga tomon degan ma'noni bildiradi. Ga tomon. Hop. Is this a road for Rome? Demak, bu Rimga boradigan demoqchi-da. Rimga, ya'ni Rim tomon. Rim tomon yo'lmi? Ya'ni Rimga boradigan yo'lmi degani, biz bilan aytganda. Bu Rimga boradigan yo'lmi? Tushunarlimi? Hop, keyingisi mana. They passed me over for John. They passed me over for John. Xullas, demak, mana bu joyda mana bu gapni o'qiyotgandik. Qani, They passed me over for John. They passed me over for John. Ya'ni pass over degani bu phrasal fe'l birikma hisoblanadi. Be'e'tibor qoldirmoq degani. Yetarlicha e'tibor bermaslik. Hop, ya'ni aytishyaptiki, mana bu yerda ular meni John uchun, Johnni deb, John uchun meni e'tiborsiz qoldirishdi degani. Ular meni John uchun e'tiborsiz qoldirishdi yoki Johnni deb e'tiborsiz qoldirdi, be'e'tibor qoldirdi degani. Tushunarlimi? Hop, keyingisi. Is this the train for Cambridge? Is this the train for Cambridge? Hop, biz aytganimizdek, agarda biz aytdik, fordan keyin birorta place, joy ishlatiladigan bo'lsa, bu ga tomon degan ma'noni bildiradi. Endi biz tilda yana ham yaxshiroq tushiradigan bo'lsak, demak o'sha tomonga boradigan deganida. Hop, is this a train for Cambridge? Bu Cambridgega boradigan poyezdmi degani. Tushunarlimi? Bu Cambridgega boradigan poyezdmi degani. Tushunarlimi? For plus place bo'ladigan bo'lsa, ga tomon. Ya'ni bu Cambridge tomonga boradigan poyezdmi degani. Tushunarlimi? Hop, keyingisi. I bought it for $10. I bought it for $10. Hop, endi qaranglar. Fordni oldi soatlarda, mana Ford mana, misol uchun sotuvda, xarid qilishlarda. Ma'nosi bu evaziga yoki bo'lmasa shunchaki ga degan ma'noni bildiradi. Ga. Qachon ishlatamiz ekan bu? Oldi sotdilarda. Oldi sotdi. Oldi sotdi. Ya'ni savdolarda.
birorta savdo qiladigan bo'lsak, o'sha narsani demak qanaqadir pulni aytmoqchi bo'lsak, qanaqadir pulga, narxga o'shanda ishlatiladi va o'sha evaziga yoki ga degan ma'noda tarjima qilinadi. I bought it for $10. Men uni $10 evaziga yoki men uni $10 sotib oldim degan. Men uni $10 sotib oldim degan. Tushunarlimi? Hop, keyingisi we worked for 3 hours. We worked for 3 hours. Hop, biz bilamizki for'da vaqtdan oldin ishlatilish holatlari bor, ya'ni vaqtlardan oldin, vaqt ko'rsatkichlarda oldindan ishlatiladi va tarjima qilinganda mobaynida davomida paytda deb tarjima qilinadi. Hop, ya'ni xuddi misol uchun during o'xshaydi. During ham mobaynida davomida paytda degani yo'q, faqat duringdagi ot ishlatiladi. Oddiy ot, dars davomida misol uchun during classes va hokazo, during the meeting, duringdagi ot ishlatiladi. Lekin for'dan keyinchi vaqt ko'rsatkichlar ishlatiladi va tarjimasi ham o'sha davomida mobaynida paytda degani. O'sha vaqt ko'rsatkichlarni oldin albatta buni for ishlatamiz. We worked for 3 hours. Demak biz 3 soat ishladik degan. Hop, keyingisi keep walking for 2 kilometers. Keep walking for 2 kilometers. Hop, endi distansiya bor, masofa. Ya'ni o'sha masofa o'lchov birliklarini oldidan ham for ishlatiladi, lekin o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi. Masofa. Demak, o'lchovlari. Hop, misol uchun for 5 miles deb aytish mumkin, milda. Keep walking for 2 kilometers. Demak, 2 kilometr yurishda davom eting deyapti. 2 kilometr yurishda davom eting. Endi 2 kilometr uchun yoki 2 kilometr ga deb tarjima qilinmaydi. Bizda masofani aytayotganda 5 kilometr, 10 kilometr yurdim deydi misol uchun. Yugurdim deysiz misol uchun. I ran for 10 kilometers. Men 10 kilometr yugurdim. Demak, bu yerda for albatta tarjimasi yo'q, lekin o'sha masofa uzunligi bo'lgani uchun albatta ishlatilishi kerak bo'ladi. Hop, tushunarlimi? For. Endi fromni bilamiz. Bu yerdagi asosiy bitta ma'noda hammasi biz o'zimiz o'zbek tilida shu dan degan ma'nosi hamma gapga tushadi. Dan degan ma'nosi hamma gapga tushadi. Hop, demak from dan degan ma'noni bildiradi. Mana aytayaptiki where do you come from? Where do you come from? Bu degani where are you from degani. Where are you from? Where are you from bilan where do you come from ma'nosi bir xil, lekin ishlatilishi boshqacha. Bunda where do you come from da fe'l ishlatilayotgan bo'ladi. Present simple action variant, ya'ni o'sha harakat varianti. Where do you come from? Qayerdansiz deganda, xolos. Demak, so'z tarjimasi bu qayerdan kelasiz degani, qayerdan kelasiz degani. Lekin bu ma'nosi o'zi aslida qayerliksiz degani, where are you from degani. Hop, keyingisi this letter is from my wife. This letter is from my wife. Demak, bu xat meni xotinimdan deyapti, meni ayolimdan deyapti. Dan ko'ryapsizlar bu yerda ham. Keyingisi hop, I bought this car from Henry. I bought this car from Henry. Demak, men bu mashinani Henrydan sotib oldim. Hop, keyingisi they prevented me from entering. They prevented me from entering. Prevent nima degani? Oldini olmoq degani. Oldini olmoq. Hop, yoki bo'lmasa biror narsani qildirmaslik degani. Yoki to'smoq degani. Hop, demak, biror narsani oldini olmoq yoki to'smoq degani. Hop, o'sha prevent from bilan ishlatiladi. Prevent, bilib oling, prevent from bilan ishlatiladi. Biror narsa qilishdan to'smoq deganida oldini olmoq. Hop, ular meni kirishdan to'sdimi? From preposition predlog va undan keyin enter degan fe'l kelyaptimi? Biz bilamizki preposition istalgan predlogdan keyin fe'l kelsa unga albatta ing qo'shiladi deb oldingi darslarda ko'p aytganmiz. Hop, demak, bu yerda ham enter fe'l bo'lganligi uchun unga ing qo'shilyapti. They prevented me from entering. Demak, ular meni kirishdan to'sishdi deyapti. Keyingisi my car is different from yours. My car is different from yours. Demak, meni mashinam siznikidan, siznikidan boshqacha, siznikidan farqli. Hop, bu yerda ham dan. We worked from Monday to Wednesday. Va bundan tashqari from odatda ba'zan danga yoki dangacha degan ma'noda from bilan to ikkalasi birga ham keladi. Ikkalasi. We worked from Monday to Wednesday. Biz dushanbadan chorshanbagacha ishladik deyapti. Yoki biz dushanbadan chorshanbaga qadar desam bo'ladi. Yoki bo'lmasa men dushanbadanga biz boshlab deb qo'shib qo'yishimiz ham mumkin. Ma'no o'zgarmaydi. Biz dushanbadan boshlab chorshanbagacha ishladik. Hop, paper is made from wood. Paper is made from wood.
Demak bu yerda passive voice bo'lyapti. Demak qog'oz, qog'oz sanalmaydi bu. Qog'oz mana nimadan tayyorlanadi? Yog'och, mana yog'ochdan tayyorlanadi. Bu yerda ham dan ma'nosida. Hop, keyingisi it can cost anything from $5 to $15. Hop, endi bu yerda aytyaptiki cost nima degani? Cost degani narxi qanaqadir bo'lmoq degani. Cost ma'nosi narx haqida turmoq degani yoki bo'lmasa qanaqadir pul turmoq degani. Hop, aytyaptiki $5 $5 $15 istalgan narx bo'lishi mumkin deyapti. Istalgan narx. It can cost anything from $5 to $15. Endi misol uchun qaranglar, sizlarda bir yaqin tanishinglar, o'rtog'inglar, yoki misol uchun birodarlar va hokazo. Sizlardan so'rayapti. Falon chipsni aytaylik, mana bu jihoz qancha turadi deyapti. Qancha turadi deyapsiz. Siz taxmin bilan aytyapsiz. Mana it can cost anything from $5 to $15. Endi siz taxmin bilan aytyapsiz. Siz taxminingiz bo'yicha shu $5 dan $15 orasida turadi, O'shanda shunaqa deb aytiladi. It can cost anything from $5 to $15. Bu yerda ham demak dan ma'nosida. Demak $5 dan $15 gacha istalgan narx bo'lishi mumkin. Ya'ni o'shani orasida demoqchida. Tushunarlimi? Keyingisi, the police took my driving license from me. Driving license degani bu prava deymiz biz o'zbek tilida. O'sha haydovchilik guvohnomasi degani. Hop, demak militsiya mendan pravamni, ya'ni o'sha haydovchilik guvohnomamni olib qo'ydi deyapti. Tushunarlimi? Keyingisi, he died from overwork. He died from overwork. Overwork nima degani? Biz odatda aytganmiz, oldingi darslarimizda overdan keyin, ya'ni birorta otga over oldin bo'lib qo'shiladigan bo'lsa, overdan keyin ot, ya'ni bu combined noun deyiladi. Combined, ya'ni ikkita so'zdan tashkil topgan bu. Over degan alohida so'z ham, work degan alohida so'z. Ikkalasi birlashgan holatda tashkil topgan so'z hisoblanadi. Va o'sha otga oldindan yoki fe'lga oldindan over ishlatiladigan bo'lsa, bu o'sha ziyodalikni bildiradi. Keragidan ortiqchalikni bildiradi. Misol uchun overwork bu yerda albatta fe'l emas, ot bo'lib kelyapti. Ot. Chunki agar mana bu fe'l bo'lganda overworking bo'lardi. Biz aytdikki, from prepositionmi? Preposition predlogdan keyin fe'l keladigan bo'lsa, fe'lga ing qo'shiladigan bo'lsa, ing qo'shilmayaptimi? Demak, o'z o'zidan avtomat bu ot degan, ot bo'lib kelyapti. Ot vazifasida kelyapti degani. He died from overwork. Bu degan oshiqcha ishlash degani-da, oshiqcha ishlash. Oshiqcha ishlash nima? Og'ir ishlash degani-da. Og'ir ishlash yoki og'ir mehnat desa ham bo'ladi. Og'ir mehnatdan o'ldi deyapti. U og'ir mehnatdan o'ldi. Overeat deyiladi misol uchun yoki oversleep. Tushunarlimi? Overdan keyin misol uchun fe'llar qo'shilib ketadigan bo'lsa, demak o'sha narsa ortiqchalik yoki ziyodalikka demak ishora qiladi. Oversleep degani ortiqcha, oshiqcha uxlab yubormoq degani. Yoki bo'lmasa overeat, overeat qo'shilib yoziladi. Demak bu ortiqcha yemoq degani. Don't overeat, otherwise you're going to get fat, yoki bo'lmasa siz semirib ketasiz degani. Shundaylar deb o'ylayman, inshaalloh. Ya'ni F nimasi bilan boshlanadigan, F harfi bilan boshlanadigan preposition predloglarimiz mavzusi shundan iborat edi. Inshaalloh endi kelasi darsga G harfi bilan boshlanadigan predloglar mavzusini o'tamiz. Tushundinglar degan umiddaman. Salomat bo'linglar.